Operatsiyaga tayyorgarlik. Agarda sizda birorta doriga yoki oziq-ovqatlarga allergiya bo'lsa, albatta davolovchi shifokoringizga yoki shu operatsiya qiluvchi xirurgga ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yod saqlovchi moddalar, betadinga allergiya kuzatilgan bo'lsa, tuxum yeganingizda streptotsid, novokain, kalsiy glyukonat, glyukozaga va boshqa dorilarga allergiya kuzatilganda, albatta davolovchi shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Sababi allergiya beruvchi dorilar operatsiya vaqtida va operatsiyadan keyin qilinganda anafilaksiya yoki anafilaktik shok kuzatilmasligi uchun. Yana operatsiyaga tayyorgarlikda asosiy etaplardan biri bemor uzoq masofadan yoki uydan kelganida to'g'ridan-to'g'ri operatsion blokka olib kirib operatsiya qilish tavsiya etilmaydi. Ko'p holatlarda biz 2 soatdan 4-5 soatgacha bemorni palatada vertikal holatdan gorizontal holatda saqlaymiz. Ya'ni tanada yuklama pasayib, buyraklar va yurakda bosim pasayib, qon aylanishi tekislanadi va operatsiya muvaffaqiyatli o'tadi. O'zingizda uchragan kasalliklar, bolalikdagi o'tkazgan operatsiyalar to'g'risida qanchalik ko'p ma'lumot bersangiz, davolovchi shifokorga operatsiya shunchalik muvaffaqiyatli kechadi.